Tungi linza bilan oddiy linzalarning farqi nimada? Oddiy linza kun bo'yi taqiladi, ya'ni o'sha ko'zoynakni o'rniga ko'zga qo'yilgan ko'zoynak. Va u ko'rish qobiliyatini yaxshilab beradi. Tungi linzachi, tungi linza tunda qo'yiladi faqat. Va tungi linzani yasalish materiali umuman boshqa. Bu biologik material. Va u linza nafas oladigan materialdan qilinadi. Va aynan mana shu bemorni ko'zidagi o'zgarishga moslab yasaladi. Ya'ni bu individual linza. Shoh pardani o'zini geografiyasi bor, topografiyasi, o'sha ustidagi silliqlik, qiyshaygan yoki qanaqa o'zgarishlarni hammasi hisobga olib yasaladi. Va u narsa ko'zga kechasi qo'yilgandan keyin u linzani qo'yib, darhol yotib uxlashi kerak bemor. Ertalab turishi bilan darhol olib, yana o'zini nimasiga solib qo'yish kerak, upakovkasiga solib qo'yish kerak. Bu linza kechasi bilan davolaydi. Yana u linza kechasi shoh pardani ustidan bosib turish natijasida tekislaydi. Ertasiga ertalab turib linzani olib qo'yib ko'chaga qaraganda u 100% ko'raveradi. Linza taqishni boshlagandan keyin 2-3 kundan keyin zreniyasi, ko'rish qobiliyati tiklanadi. Demak, u kechgacha 100% ko'rib yuraveradi, hech narsa taqmaydi. U 48 soatga yetadi bu narsa. Shuning uchun har kun kechqurun qo'yiladi, ertalab olib qo'yiladi, lekin kunduzi hech narsa taqmaydi. Shuning uchun bu innovatsion linza, ya'ni bu aqlli linza, davolaydigan linza. Oddiy linzadan juda katta farqi bor buni. Mana hozirgacha biz DMC klinikamizda 2000 ta bolada tungi linzalar qo'ydik va bu linzalar natijasi juda ham zo'r. Ya'ni 85% gacha umuman o'sishini to'xtatadi. 95% bolalarda ko'rish qobiliyati постоянно ushlab turiladi. Bolalarimiz orasida shunaqangi bir natijalarimiz zo'rki, oxirgi mana shu 5 yillik ichida umuman 0.5 ga ham o'smagan va uni natijasida bolamizda o'qishga nisbatan ishtiyoqi, rivojlanish, sportdan katta natijalar olish, mana biz zo'r sportdan katta natijalar olgan bolalarimiz bor. Umuman xarakteri bolalarni hatto o'zgargan, o'qishga bo'lgan ishtiyoqi kuchaygan, o'zi rivojlanish kuchaygan bolalarimiz juda ham ko'p. Juda ko'p ota-onalarim minnatdor bo'lib rahmat yozishadi. Mana bitta bolamiz, o'g'il bola, u har yili 1,5 dioptriyadan oshib borgan. Ko'rish qobiliyati shunaqa pasayib borgan 3-klassgacha. Va albatta ko'rish qobiliyati juda ham pasayib ketgandan keyin u doskadan yaxshi ko'rmagan. U juda ham sport bilan shug'ullanishni xohlagan, lekin sport bilan shug'ullana olmagan. Mana shu bolaga linza taqqanimizdan keyin 5 yil davomida yarimga ham o'smadi, 0.5 ga ham o'smadi. 1,5 dan oshib borgan edi. Va shu davr ichida bu bolada o'ziga ishonch paydo bo'ldi. Ko'rishi yaxshi bo'lgandan keyin oxirgi partadan ham 100% ko'ryapti deb bemalol. Shuning uchun uni o'qishi yaxshilandi, baholari zo'r bo'ldi. Olimpiadadan yutib chiqdi bu bola. Va sportdan juda katta natijalarga erishdi. Suvda suzish bo'yicha sportga qatnashgan. Hozir yaxshi natijalarga erishgan. Juda ham onasi ham, o'zi ham xursand bolani. Ayniqsa o'qishi отличный bo'ldi. Mana bizga Samarqanddan bolalar kelishdi konsultatsiyaga. Shunda men 2-3 ta bolalarda shuni kuzatdim. Bittasi Samarqand viloyatidan edi, bittasi Samarqand shahridan. Bu bemorlarda ko'zoynak yozilgan. Chunki 6 yoshgacha bola ko'zoynak taqishi kerak. 6 yoshdan keyin tungi linza qilish mumkin. Mana shu etapda albatta taqish kerak ko'zoynakni bola. Bolaga yozilgan ko'zoynakni buvisi juda nazoratni kuchaytirib, yaxshi qaraganlarda taqasan deb. Bola qarshilik ko'rsatgan, ko'zoynak taqmagan. U yechib otvoravergan. Ular urushib, uni yana taqtirishgan. Постоянно mana shu bola bilan buni orasida kurash bo'lgan. Buni natijasida bola har doim stressga tushirishi natijasida bola qanaqadir juda ham injiq bo'lib qolgan. U bolani bizga olib kelishdi.
biza tekshirib ko'rganimizda ming afsuski ko'zoynak noto'g'ri yozilgan bo'lgan. U ko'zoynak tushmagan bolaga. Shuning uchun ham bolaga noqulaylik tug'dirgani uchun ham bola ko'zoynakni yechib otib yuborgan. Lekin buni doktor aytdi, buni vrach aytdi, buni taqishing keraksan deb busi majbur qilavergan. Yaxshi bo'lishi o'rniga albatta ko'rish qobiliyati pasayib ketgan bola. Nima demoqchiman? Har doim ham agar bola ko'zoynak taqishga qarshilik qilayotgan bo'lsa, buni faqat injiqlikka yo'yish kerak emas. Albatta buni sababini qidirib ko'ringlar. Agarda haqiqatdan ko'zoynak to'g'ri yozilgan bo'lsa, unda albatta bolani bu narsaga ko'ndirish kerak. Lekin mana shunaqangi holatlarda afsuski bolalar oftalmologi bo'lmasdan turib ko'p narsani e'tibordan chetda qoldirib ko'zoynak yozib berish holatlari ham bo'ladi. Shuning uchun bola aziyat chekmasligi uchun albatta ko'zoynakni bitta joyda emas, ikkita uchta joyda tekshirib ko'ringlar. Uni ko'rish qobiliyatini ham tekshirib ko'ringlar. Bitta joyda cheklanib qolmanglar. Bola injiqlik qilyaptimi, qarshilik qilyapti, nima buni qanaqadir sababi bo'lishi mumkin. Agar hammasi aniqlasanglar, hammasi to'g'ri bo'lsa, unda albatta bolani ko'ndiringlar. Shu narsaga ham e'tiborli bo'linglar.